Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim ogohlantirishni aytaman. Bir yilgacha 3 ta ma'lumotnomani oldindan tayyorlab qo'ymasangiz, ertaga pensiyaga chiqishda ayrim ish yillaringiz stajga kirmay qolishi. Pensiya miqdori esa siz kutgandan ancha kam chiqishi mumkin. Bu mavzu faqat pensiyaga yaqinlashgan odamlar uchun emas. Bugun 35 yoshda, 40 yoshda, 20 yoshda bo'lgan odam ham ertaga shu muammoga duch keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Avvallari ko'pchilik odam pensiya yoshiga yetganda mehnat daftarchasini olib borardi. Pensiya jamg'armasi xodimlari daftarchadagi yozuvlarga qarab ish stajini hisoblashardi. Agar yozuv aniq bo'lsa, muhr bo'lsa, buyruq raqami bo'lsa, masala osonroq hal bo'lardi. Lekin amalda juda ko'p odamning mehnat daftarchasida xatolar bor. Korxona nomi noto'g'ri yozilgan, muhr o'chib ketgan, ishga kirgan sana bor, ishdan chiqqan sana yo'q. Yoki aksincha, lavozim yozilgan, lekin buyruq raqami ko'rsatilmagan. Endi vaziyat o'zgaryapti. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshirishga ko'proq o'tyapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam har bir qog'oz ortidan yugurmasligi kerak. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar siz ishlagan korxona haqidagi ma'lumot bazada ko'rinmasa, arxivda yo'qolgan bo'lsa, korxona yopilib ketgan bo'lsa yoki hujjatlarda nomingiz boshqacha yozilgan bo'lsa, o'sha yillarni tasdiqlash sizning zimmangizga tushadi. Shunda odam hayron qoladi. Men 8 yil ishlaganman-ku, nega stajga kirmayapti? Javob oddiy. Ishlaganingizni aytish boshqa, hujjat bilan isbotlash boshqa. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, odam 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin hujjatlar tekshirilganda 24 yil tasdiqlanadi. Qolgan 6 yil bo'yicha korxona yopilgan, arxiv topilmagan, ish haqi qaydnomalari saqlanmagan yoki mehnat daftarchasidagi yozuv talabga javob bermaydi. Natijada pensiya miqdori kamayadi. Bu bir oyda 200 ming, 400 ming. Ba'zan undan ham ko'proq farq qilishi mumkin. Bir oyda ozdek ko'rinadi. Lekin yiliga hisoblasangiz katta pul, 10 yil davomida esa bu juda katta yo'qotish. Birinchi ma'lumotnoma bu ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Men hammaga birinchi navbatda aynan shuni tekshirishni maslahat beraman. Bu ma'lumotnomada siz qaysi korxonada, qaysi sanadan, qaysi sanagacha, qaysi lavozimda ishlaganingiz aniq ko'rsatilishi kerak. Eng muhimi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlarining sanasi va raqami bo'lishi zarur. Faqat falonchi bizda ishlagan degan umumiy gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat qanchalik aniq bo'lsa, pensiya hisoblashda shunchalik kam savol tug'iladi. Masalan, odam 1934 yil Urun martdan 2000 yil Irdim avgustgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr yarmi o'chgan. Agar u hozir o'sha korxonaning huquqiy vorisi yoki arxividan 1994 yil 10 martdagi Wonderson buyruq bilan ishga qabul qilingan, 2000 yil 20 avgustdagi Yerxolson buyruq bilan ishdan bo'shatilgan degan ma'lumotnoma olsa, uning 7 yildan ortiq staji ancha mustahkam tasdiqlanadi. Agar u buni qilmasa, pensiyaga chiqish vaqtida arxivni qidiradi, arxiv javob bermaydi, korxona hujjatlari topilmaydi, vaqt ketadi, asab ketadi. Ikkinchi ma'lumotnoma bu ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ko'pchilik faqat staj muhim deb o'ylaydi. Yo'q, pensiya miqdori ish haqi ham ta'sir qiladi. Ayniqsa eskilarda ishlagan, yuqori maosh olgan, mukofot, ustama, koeffitsient bilan ishlagan odamlar uchun bu juda muhim. Agar ish haqi haqidagi ma'lumotlar to'liq tasdiqlanmasa, pensiya hisoblashda foydali davrlar hisobga olinmasligi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Ikki kishi bir xil 30 yil ishlagan. Birinchisi hujjatlarni oldindan tayyorlagan. 1992 yildan 2000 yilgacha bo'lgan ketma-ket 1 yillik ish haqi ma'lumotnomasini topgan. O'sha davrda u yaxshi oylik olgan, ustama olgan. Ishlab chiqarish mukofotlari bo'lgan. Ikkinchi odam esa ish haqi ma'lumotnomasini topa olmagan, faqat umumiy staj tasdiqlangan. Natijada birinchisining pensiyasi yuqoriroq chiqishi, ikkinchisining pensiyasi esa minimalroq hisoblanishi mumkin. Odamlar keyin men undan ko'proq ishlaganman, nega pensiyam kam deb so'raydi. Sabab ko'pincha hujjatda. Ish haqi ma'lumotnomasida oyma-oy yoki yilma-yil daromadlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. Unda korxona nomi, davr hisoblangan ish haqi, imzo, muhr berilgan sana bo'lishi kerak. Agar korxona faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bu ma'lumotnomani kadrlar bo'limi yoki buxgalteriya beradi.
Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Ba'zi arxivlarda ish haqi qaydnomalari saqlangan bo'ladi. Ba'zilarida esa faqat buyruqlar saqlangan bo'ladi. Shuning uchun men pensiyaga bir oy qolganda emas, hozirdan boshlang deyman. Uchinchi ma'lumotnoma bu arxiv ma'lumotnomasi yoki korxonaning huquqiy vorisligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bu ko'pchilik e'tibor bermaydigan. Lekin eng ko'p muammo tug'diradigan hujjat. Chunki sobiq zavodlar, kolxozlar, shirkat xo'jaliklari, kichik korxonalar, kooperativlar, davlat tashkilotlari yillar davomida nomini o'zgartirgan, qo'shilgan, tugatilgan yoki xususiylashtirilgan. Siz men falon zavodda ishlaganman deysiz. Lekin bugun u zavodning nomi boshqa, muhr boshqa, arxiv boshqa joyda. Masalan, 1992 yilda Bahor kolxozida ishlagan odamning hujjatlarida keyinchalik Bahor shirkat xo'jaligi, undan keyin fermer xo'jaliklari yoki boshqa tashkilotlar ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblashda savol tug'iladi. Bu tashkilotlar bir-birining huquqiy vorisimi? Hujjatlar qayerga topshirilgan? Ish staji kim tomonidan tasdiqlanadi? Mana shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi juda kerak. Unda tashkilot tugatilgani. Hujjatlar qaysi arxivda saqlanishi yoki qaysi tashkilot huquqiy voris ekani ko'rsatilsa, keyingi jarayon osonlashadi. Men birinchi navbatda 1960 yillar oxiri, 1970 yillar, 1970 yillar va 1960 yillar boshida tug'ilganlarga alohida murojaat qilaman. Sizlar pensiya yoshiga yaqinlashyapsizlar yoki yaqin yillarda bu masala sizga tegadi. Agar 1990 yillar va 2000 yillar boshida ko'p joyda ishlagan bo'lsangiz, ayniqsa hujjatlaringizni tekshirtiring. Chunki o'sha davrda korxonalar ko'p yopilgan, qayta tashkil etilgan, maoshlar naqd berilgan. Ayrim joylarda rasmiylashtirish tartibi sust bo'lgan. Ikkinchi guruh bu mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq odamlar. Masalan, familiyangiz turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatlarda avvalgi familiya qolgan. Yoki ism sharifingiz bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnora opa, yana boshqa joyda otangizning ismi qisqartirib yozilgan. Bu mayda narsa emas. Hujjatdagi har bir harf ba'zan ahamiyatga ega bo'ladi. Agar pasportdagi ism bilan arxivdagi ism mos kelmasa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Uchinchi guruh bu norasmiy ishlagan yoki ish beruvchi tomonidan to'liq rasmiylashtirilmagan odamlar. Men ochiq aytaman. Agar siz faqat og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsangiz, ish haqi naqd berilgan bo'lsa, buyruq bo'lmasa, mehnat daftarchasiga yozuv kiritilmagan bo'lsa, buni pensiya stajiga kiritish juda qiyin. Shuning uchun hozir ishlayotganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Ishga kirganingizda buyruq chiqdimi, mehnat shartnomasi bormi, soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi? Buni tekshirib ko'ring. Agar siz faqat yirik davlat tashkilotida ishlagan bo'lsangiz, barcha davrlaringiz elektron bazalarda ko'rinsa, mehnat daftarchangiz toza, buyruqlar aniq, maoshlaringiz rasmiy bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men bunday odamlarga kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki My.gov uz kabi elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki hatto eng tartibli tashkilotlarda ham bo'ladi. Masalan, bir odam 15 yil maktabda ishlagan, hammasi rasmiy, lekin elektron bazada 2300 yilgi bir yil ko'rinmay qolgan. Sababi o'sha yil maktab ham o'zgargan. Buxgalteriya boshqa bo'limga o'tgan. Ma'lumot noto'g'ri kiritilgan. Agar bu xato pensiyaga chiqish vaqtida aniqlansa, odam hujjat izlab yuradi. Agar oldindan aniqlansa, maktab arxividan yoki tuman xalq ta'limi bo'limidan ma'lumotnoma olib qo'yadi. Endi juda muhim nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchisi, har bir davr stajiga bir xil tartibda kirmaydi. Harbiy xizmat, oliy o'quv yurtida o'qish, bola parvarishi, yakka tartibdagi tadbirkorlik, fermer xo'jaligidagi mehnat, xorijda ishlash kabi davrlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men o'sha yillarda band edim deyishning o'zi yetmaydi. Qaysi asos bilan band bo'lganingiz, qanday hujjat borligi va to'lovlar qilingan-qilinmagani tekshiriladi. Masalan, ayol kishi 3 nafar farzand tarbiyalagan. U ayrim yillarda ishlamagan, bola parvarishida bo'lgan. Bu davrlar bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, ish joyidan ta'til buyruqlari kerak bo'lishi mumkin. Agar bola parvarishi davri ish joyidagi buyruq bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu boshqa. Agar ayol umuman ishlamagan bo'lsa, bu boshqa tartibda ko'riladi. Shuning uchun ayollar, ayniqsa familiya o'zgargan bo'lsa, hujjat zanjirini oldindan tayyorlab qo'yish kerak.
Ikkinchi nozik masala bu ish haqi ma'lumotnomasida qo'lga tekkan pul emas. Rasmiy hisoblangan ish haqi muhimligi. Ba'zi odamlar men oyga falon so'm olardim deydi. Lekin buxgalteriya hujjatida boshqacha raqam bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblashda og'zaki gap emas, rasmiy qaydnoma olinadi. Agar o'sha davrda konvert usulida qo'shimcha pul berilgan bo'lsa, u hujjatda bo'lmasa, hisobga kirmaydi. Bu ochiq haqiqat, lekin men buni oldindan bilib qo'yishingizni xohlayman. Uchinchi nozik masala bu arxidan javob olish vaqti. Ba'zi odam ertaga boraman, indin olaman deb o'ylaydi. Amalda arxi so'rovga bir necha hafta, ba'zan bir oy yoki undan ko'proq vaqtda javob berishi mumkin. Agar hujjatlar boshqa viloyatda bo'lsa, jarayon cho'ziladi. Agar korxona nomi aniq bo'lmasa, arxiv sizdan qo'shimcha ma'lumot so'raydi. Qaysi tumanda, qaysi yillarda, qaysi bo'limda rahbar kim bo'lgan? Lavozimingiz nima bo'lgan? Shuning uchun vaqtni yo'qotmang. To'rtinchi nozik masala bu hujjatdagi xatolarni tuzatish. Agar ma'lumotnomada sanani to'g'ri yozilsa, masalan 1998 o'rniga 1999 yozilsa, yoki familiyada bitta harf xato bo'lsa, keyin bu muammo bo'ladi. Ma'lumotnomani olgan zahot o'sha joyning o'zida tekshiring. Ism, familiya otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, ish davrlari, buyruq raqamlari, imzo hammasini ko'zdan kechiring. Xato bo'lsa mayli, keyin tuzatarman demang. Shu zahoti qayta rasmiylashtiring. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski mehnat shartnomalari, buyruq nusxalari, ish haqi vedomoslari, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, tadbirkorlik guvohnomalari, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar bo'lsa, hammasini alohida joyga qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyini ro'yxat qilib chiqing. Yoniga ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, korxona nomi joylashgan tumani, hozir mavjud yoki mavjud emasligini yozing. Qaysi joyda muhrni aniq, qaysi joyda sana yetishmaydi, qaysi joyda nom o'zgargan, belgilab chiqing. Men buni oddiy daftar yoki telefon eslatmasida qilishni maslahat beraman. Shunda qaysi hujjat yetmayotgani ko'rinadi. Uchinchi qadam, hozir mavjud ish joylaringizga murojaat qiling. Kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga kirib, pensiya hujjatlarimni oldindan tartibga keltiryapman. Menga ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak deb ayting. Arizada qaysi davr uchun ma'lumot kerakligini aniq yozing. Masalan, 1996 yil 1 yanvardan 2000 yil 30 dekabrgacha bo'lgan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. Yopilgan korxonalar bo'yicha arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar davlat arxiviga borishingiz mumkin. Ayrim hollarda viloyat arxiviga yo'naltirilasiz. Arizada korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, imkon bo'lsa bo'lim yoki sex nomini yozing. Qancha aniq yozsangiz, arxiv xodimi hujjatni shuncha tez topadi. Agar korxona qayerga hujjat topshirganini bilmasangiz, mahalliy hokimlik, adliya organlari yoki korxona vorisidan ma'lumot so'rash mumkin. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga oldindan maslahatga boring. Pensiyaga chiqishga hali 2 yil bo'lsa ham. Borib, mening stajim bo'yicha qaysi davrlar xavfli, qaysi hujjatlar yetishmaydi deb so'rang. Xodimlar sizga umumiy yo'nalish beradi. Bu rasmiy pensiya tayinlash emas, lekin oldindan tekshiruv sifatida juda foydali. Men ko'p odamlarga shuni maslahat berganman. Ular erta harakat qilgani uchun keyin katta muammolardan qutulgan. 6-qadam, har bir ma'lumotnomadan nusxa oling va elektron shaklda saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin faqat telefon bilan cheklanib qolmang. Fleshka, elektron pochta yoki bulutli xotirada saqlang. Asl nusxalarni esa quruq, xavfsiz joyda papkada saqlang. Hujjat yo'qolsa, qayta olish yana vaqt oladi. Bir misol, erkak kishi 1990 yildan 1990 yilgacha qurilish tashkilotda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin tashkilot 2000 yilda tugatilgan. U pensiyaga chiqishdan oldin arxivga murojaat qildi va faqat 1991-1995 yillar buyruqlari topildi. 1996-1990 yillar bo'yicha hujjat topilmadi. Agar u oldinroq harakat qilganda, sobiq bosh hisobchi, tashkilot vorisi yoki boshqa hujjat manbalarini qidirishga vaqt bo'lardi. Kech qolganidan keyin 4 yil staj bo'yicha tortishuv paydo bo'ldi.
Yana bir misol, ayol kishi 1940-2005 yillar orasida tibbiyot sohasida ishlagan. Uning ish staji yaxshi tasdiqlangan, lekin ish haqi ma'lumotnomasi olinmagan. Pensiya hisoblanganda u o'zi kutgan miqdordan kamroq oldi. Keyin arxivdan 1999-2003 yillar ish haqi ma'lumotnomasini topdi, qayta hisoblatdi. Pensiyasi oshdi. Lekin bu jarayon vaqt oldi. Murojaat, kutish, qayta tekshiruv bo'ldi. Agar oldindan tayyorlaganda pensiya birinchi kundanoq to'g'ri hisoblanardi. Uchinchi misol. Odamning familiyasi hujjatlarda ikki xil yozilgan. Pasportda Abdullayev, eski ma'lumotnomada Abdullayev deb xato ketgan. Oddiy bitta harf, lekin hujjat egasi aynan o'sha odam ekanini tasdiqlash kerak bo'ldi. Bunday holatda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Men shuning uchun hujjatni olgan zahot har bir harfini tekshiring deyman. Eng katta xato bu, hammasi bazada bor deb xotirjam yurish. Ha, bazalarda ko'p ma'lumot bor, lekin hammasi emas. Ayniqsa eski davrlar, tugatilgan tashkilotlar, qishloq xo'jaligi korxonalari, kooperativlar, kichik xususiy firmalar bo'yicha bo'shliqlar uchrashi mumkin. Ikkinchi xato bu, mehnat daftarcham bor, yetadi degan fikr. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi yozuv shubhali, noaniq yoki to'liq bo'lmasa, qo'shimcha tasdiq kerak bo'ladi. Ish staji ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, arxiv javobi shu yerda yordam beradi. Uchinchi xato bu, vositachilarga ishonib pul berish. Ma'lumotnomani qonuniy yo'l bilan tashkilot, arxiv yoki vakolatli organ beradi. Kimdir men hammasini hal qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Soxta hujjat bilan pensiya rasmiylashtirish keyin yanada katta muammo tug'diradi. Hujjat faqat rasmiy manbadan, imzo va muhr bilan ro'yxatga olingan holda bo'lishi kerak. Demak, iyulgacha kechiktirmasdan 3 ta narsani tartibga keltiring. Ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, arxiv yoki huquqiy vorislik bo'yicha ma'lumotnoma. Ayniqsa eski yillarda ishlagan bo'lsangiz, korxonangiz yopilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizda xato yoki noaniqlik bo'lsa, bu ishni bugunoq boshlang. Bir necha kunlik harakat kelajakda yillar davomida yuqoriroq va adolatliroq pensiya olishga yordam berishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya hujjati oxirgi oyda emas, oldindan tayyorlanadi. Hujjat bor bo'lsa, huquqingizni himoya qilish oson. Hujjat bo'lmasa, haqiqatni isbotlash qiyinlashadi. Sizning ishlagan yillaringiz yo'qolib ketmasin, mehnatingiz qog'ozda ham tan olinsin. Agar sizda mehnat daftarchasida muammo bo'lganmi, arxivdan ma'lumotnoma olganmisiz? Pensiya hisoblashda qaysi qiyinchilikka duch kelgansiz? Albatta izohlarda yozing. Bu boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.